Bir soatda 19 mingta banka. Qarachi o'rtoqlar, zavodlarni ko'rish, aylanish o'zimga juda ham qiziq. Shulardan bittasi Redfire energetika ishlab chiqargan zavodamiz hozir. Ichimlik suvi bo'lgani uchun gigiyenaga o'ta qattiq rioya qilish kerak. Mana bu yer vakuum bilan berkilgan ekan. Bankalarni olib ketishyapti va kranni sekin tortib olishar ekan. Bu etapga qo'yib, qopqoq ochuv holatda sekin liniya bo'ylab ketib boradi. Energetika quyildi. Mana bu etapda qopqoqlar svarka qilinar ekan. Bir soatda 19 mingta banka shu joydan o'tib ketar ekan. Dahshat. Mana tayyor upakovkalangan holatda. Do'stlar, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va me'yordan ortiq ichmaslik tavsiya qilinadi. Eng qizig'i, bugun hozir ishlab chiqarishni boshladi bu energetika o'rtoqlar. Shahrimiz do'konlaridan izlab topsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.